Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar to'yimizga, teatrimizga. Bugun sizlarni shu bayram bilan shunaqa tabriklaylik deb shunaqa narsalar qildik. Retro degani bu endi bir paytlar mashhur bo'lgan qo'shiqlarda. Qo'shiqda shunday bir hislati borki, shu yoshligingizda eshitgan qo'shiqni oradan bir necha yillar o'tgandan keyin eshitsangiz, o'sha paytdagi dam butun bo'lgan ishlar ko'zingiz oldidan o'tadi. Shuning uchun biz sizlarga yoshliginglarni eslatish uchun retro qo'shiqlar deb shu konsertimizni aytadik. Sog' bo'linglar. Hozir men aytadigan qo'shiqni bular hammasi bilishadi. Men bularga aytinglar desam, yo'q, ustoz o'zingiz aytib bering. Endi men sizlarga qo'shligimni o'zim aytib beraman.